Mashina chiroyli, Cobalt topdi. Xudo o'zi yetkazgan. O'zbekistonda mashina olish juda oson emas, juda qiyin emas, chunki puli bo'lsa bo'ldi. Lekin nima ekan? Salonda bor deyapti. Ko'z emas. Lekin bir narsa baribir amaki, mana 12800 desa. 12800 nomer nech pul deyapsiz? 156 ming so'm. Yo, nomer olish mana. Nomer 5 million qancha dedingiz, hozir borib bilaman men. Mana 5 million bu nomer. Bu nima degan gap? Tekinga ber, u goznak, mana goznak tekinga bo'lish kerak. Albatta bilmayman, mashina O'zbekistonda haydagan mashina hammasi ba'zilari do'stlarniki, ba'zisi patsientga, klientga bergan. Haydaganman, men hech bo'lgan mashinamni sotib yuborganman. Shtraflarni qilib, mazax tezib yurganman, ammo keyin men sizga o'xshab 40 ta 30 ta yurmayman, yurolmayman unaqa tez. Bo'lsa 80-100 ta yurardim. Shtraflar bir dunyo kelgan, men to'lamayapman. Skidka bering deb botganda, shtraflarni o'zing to'lasang, senga skidka o'sha bo'ladi deganman. Bo'ldi degan. Mana sotib yubordim. Lekin juda yaxshi emas unaqa. Mana qarang, ularni ham bor. Yangi qachon oldingiz o'zi mashina? Kecha oldim, kecha. Ko'zda emas. Buni o'zbekchilikda yuvish degan narsa bor, Pepsi bilan, Cola bilan, Fanta bilan. Bechara qo'yi kesadi, u ham bo'lsa 2-3 milliondir. To'g'rimi? Xo'p, kesdingizmi qo'yi? Yo'q. Sizdagi odam buqa deydimi? Tuya deydimi? Alloh taqdir qilsa kesadi. Siz значит bechara qo'yni ham, boshqa hayvonni ham kutib turibsiz. Kattaroq semirishi, keyin so'yaman deysiz.